BTS haqidagi so'nggi tezkor yangiliklar. Agar siz ular haqidagi barcha ma'lumotlarni birinchilardan va aniq, to'liq bilmoqchi bo'lsangiz, unda men sizga o'zimni Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Jonli efirlar va ularning tarjimalari, sifatli rasmlar va tezkor yangiliklar hammasi bitta joyda. Profilimdagi ssilka orqali o'tishingiz mumkin. Xullas, kecha O'zbekiston vaqti bilan taxminan soat 7 larda, Koreya vaqti bilan esa taxminan soat 11 larda BTSning barcha memberlari Incheon aeroportida ko'rindi va bu 4 yil ichida ilk bor ular birgalikda biron joyga uchishlari bo'ldi. Jongukning aytishi bo'yicha ular qayergadir syomka qilish uchun ketishayotgan ekan va keyinchalik K-Media xabar berishicha ular aynan Dubayga uchib ketishgan ekan. Ammo bir necha soat oldin ular Dubaydan Portugaliyaning Lissabon shahriga uchib ketishgani haqidagi ma'lumotlar ham chiqdi. Lissabon o'zining chiroyli okeanlari va shunaqa landshaft chiroyli joylari bilan juda ham mashhur va aytishlari bo'yicha, taxminlar bo'yicha u yerda ular qadar klipning syomkasini qilishadi. Internet tarmoqlarida hattoki ularning mana shuncha chamadonlarining rasmi ham chiqdi. Biz bu 7 talik kechaga chuqur barcha armiyalarni xursand qilishgach, biz ham xursand bo'lib maza qilib uxlab yotganimizda Netflix bu yoqdan bomba tashadi. Xullas, bularning barchasi bitta videoga sig'maydi. Netflixning qanaqa bomba tashagani to'g'risida ikkinchi videoda gaplashamiz. O'z qazib yubormaslik uchun esa obuna bo'ling.